Choi Ji-woo, Lee Jong-gi, Park Hae-jin, Ji Jan-woo, Kai, Taekyeon, Lee Jon-suk, Lee Min-ho. 7 ta birinchi bo'lsa. 8-qism. Lee Min-ho so'nggi sovg'a. Bu yerda siz kuponingizni ishlatsangiz bo'ladi. Shuning uchun ularni olishni unutmang. Qizingizga yoqadi deb umid qilaman. Salomat bo'ling. U bugun boshqacha bo'lib qolganmi? Rostdan ham yigiti bormikin deyman. 남자친구 생겼나? 설마. Bo'lishi mumkin emas. To'g'ri. Sojin, boshliq. Bugun juda ham yaxshi ishlayapsan. Menga yoqyapti. Voy, rahmat sizga. Sojin, 요즘 좀 nimadir bo'ldimi? Bugun o'zgarib ketgansiz. Hammasi yaxshi. Rostdan-a? Salom. Yo xudoyim, Lee Min-ho. Nima? Biz tanishmizmi? Siz axir Lotteni modelisiz. Unday emas-ku. Nima? Hali ham tugamadimi? 안녕하세요. Salom, men sizni muxlisingizman. Siz axir o'sha o'zligingni top kitobi yozuvchisi Lee Min-ho-siz, to'g'rimi? Men ham sizni muxlisingizman. Hayotda juda ham chiroyli ekansiz. Katta rahmat. Yozuvchi, sayohatchi. 이번에 Bu gal sayohatga chiqaman shekilli. Ha. Yozuvchi, sayohatchi Lee Min-ho. Siz bilan qayerda tanishgandik? Nima? Sizni uncha tushunmadim. 아 Nima, biz tanish emasmizmi? Biz cherkovda tanishganmizmi yoki birga ishlaganmizmi? Yoki o'qituvchingiz bo'lganmanmi? Xitoy tilidan? Yo'q. Sizni birinchi bor ko'rib turishim. Ha, yo'q-e. Unda oldimga nega keldingiz? Ha, Lotto Duty Free masalasida savolim bor edi. Shuning uchun ma'lumotlar bazasiga kelishimni so'rashdi. Voy, namuncha o'zingizni olasiz? 안 하셔도 돼요. Ishdan keyin uchrashishni taklif qilasizmi? Shuni aytmoqchi edingiz-ku. 야, Hay, senga nima bo'ldi? Chiroyli yozuvchi Lee Min-honi ko'rib aqldan ozding shekilli. Men esa asabiylashmayapman. Bizni kechiring. U so'nggi payt o'zini biroz yomon his qilyapti. Shu ta'sir qilyapti shekilli. 아, Voy, sizlar hech narsani bilmaysiz. 있어요. Janob Lee Min-ho, telefon raqamimni xohlaysizmi? 드릴까요? Siz menga hammasidan ko'proq yoqasiz. Bu yerda anglashilmovchilik bo'ldi shekilli. Men sayohat oldi narsalarimni olib bir narsani so'ramoqchi edim. 있어서 좀 여쭤보려고요. 아, Albatta narsalaringizni ola olasiz va Lotto Duty Free do'konlaridan olgan chekingizni bizga ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Shundan keyin sotib olgan tovarlaringizni sizga berishimiz mumkin. 있습니다. Undan tashqari siz onlayn tarzda tovarlarni sotib olishingiz mumkin bizning saytimiz orqali. 네, 감사합니다. Rahmat. Demak, sizni oldingizga kelishimiz kerak, to'g'rimi? Xuddi shunday. Kechirasiz. Salom. Ertalabki bo'lgan voqea uchun meni kechiring. Hech qisi yo'q. Tushunmovchilik hamma yerda bo'ladi. Ha, to'g'ri, sizni noto'g'ri tushunibman. Aytgancha, kitobingizni o'qigan edim. Kitobingizda
Sizni sevib qoluvchi insonni topish bu doimiy holat. Lekin siz sevib qoluvchi insonni topish bu haqiqiy sayohatdir deyilgan. Mana bu so'zlar menga juda ham yoqdi. Rostdanmi? Ha. Men yaqinda shunga o'xshash sayohatda bo'lib keldim. Shuning uchun bu so'zlarni juda ham yaxshi tushundim. Kitobimdagi asosiy ma'no mana shu so'zlarda edi. Lekin ko'pchilik uni o'qib e'tibor ham bermagan. Rostdanmi? Ha, shunaqa deng. Lekin meni nega chaqirdingiz? Ha, aytgancha. Mana buningiz tushib qoldi. Li Min Ho. 사랑을 꽃다른 정말 미친 듯이 뛰는 심장이 Loving you. 나는 너밖에 안 보여 너 Sizlar bilan Aydab guruhi bo'ldi. Mana sizlar bilan 7ta birinchi bo'lsa, daramasini ham tugatib qoldik. Daramani oxirida nima bo'lganini ko'rmoqchi bo'lsangiz, bizni Telegram kanalimizga kirib qo'shiling. 나는 온통 너야 너